Salam aleykum девочки. Ben sizlere klassik medayik emas, yanğaqlı medayikni resepti bilen geldim. Reseptni to'liq opisaniyasini hozir pastda yozib qoldiramiz. Shu yerdan ko'rib olsangizlar bo'ladi. Balımıza 72% masilkadan salib aralashtirib eritib olamiz. Qizib turgan massamıza çaynak sodani salib aralashtiramiz. O'zlarimizga yoqqan sveta girincha medavikimizni chayib turamiz. Meni medavikim uchun karamelli yoqimli svet kerak bo'ladi. Tuxumimizni chaqib ko'pirtirib olamiz. Keyin uni shakarni solib ko'pirtirishda davom etamiz. Oppoq massa bo'lincha. 2 kosa unimizni ustidan sepib qo'yamiz. Bir chisti klassik medavikka o'xshab tayyorlanishi почти bir xil. Issiq massamizni unimizni ustidan qo'yib aralashtirishda davom etamiz. Yanğaqlarımızı listə terib 15 minutda duxovkaya dikib alsaq qo'riladi. Qo'rilgan yanğaqning mazasi dinmazza bo'ladi. Doğrab olingan yanğaqlarımızı medavik massamız ustidan qo'yib aralashtirishda davom etamiz. Quyuqqina massa bo'ladi. Massamızı o'zimizga kerakli razmerda yoyib olamiz. Men tumalaq etib 5 dona ko'sh tayyorladim. Qizib turgan duxovkamizda medaviklarimizni pishirib olamiz. Pishgan medaviklarimizni sovutib, qalıpımızın razmerində kesib olamiz. Lişli çıqqanlarını çox birdə medəlab olamiz. Bu medavikimizin üstünü xoş yapışımız üçün gerek bo'ladi. Endi krem tayyorlab olamiz. Bizlərə masilkanı, şokoladni pastası gerek bo'ladi. İri sguşonkasini ham solib olamiz. İkisini tandemi ishonavering dummazza bo'ladi. Mikserda bir xil massa chayib olsak bo'ldi. Kremimiz tayyor. Как раз hozir malina sezon, biza malinoviy nachinka tatirmiz hozir. Kremlarimizni surib, aralaridan malinalardan terib chiqamiz. Mazzat medaviklarimizni yig'ib olib, atrofina kroshkalarimizni sapib olamiz. Tayyor medavikimizni bir kecha xolodilnikda qotirib olamiz. Bu bizlara medavikimizni propitga etib olishimiz uchun kerak bo'ladi. Ustini o'zimizga yoqqan shaklda bezab, dasturxonga tortamiz. Kesilishini baho beringlar, o'zlaringiz qatlarına baho beringlar. Albatta bu reseptni tayyorlab ko'rib, uydagilarni so'ntirmasangizlar bo'lmaydi. Arzongina, mozzigina medavikimiz ham tayyor. Bizlarga yoqimli ishtaha.